Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika Xitoyni Uyg'urlar sababli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yerlik millatlar munbirining a'zoligiga saylamaslikka chaqirgan. Britaniyalik Uyg'ur Buyuk Britaniya hukumatidan Sharq Turkistonda g'oyib bo'lgan oilasini izlashga yordam qilishga chaqirdi. Givadar portidagi Xitoy mehmonxonasi qurolli hujumga uchradi. Indoneziyada Ramazonda berilgan qo'shimcha maosh hammalarni xushal qilmoqda. Tuvanda diqqatinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoyning Sharq Turkistonda musulmonlarni jazo lagerlariga qamab, lager sirtidagi Uyg'urlarni umumyuzlik taqib ostiga elishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi texnik keskin va oshkor to'qnashuvlar sabab bo'lmoqda. 7-may kuni Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ijtimoiy iqtisodiy kengashida turishliq vakili mazkur kengashning yerlik millatlar munbirining a'zolarini to'liqlab saylash yig'inida so'z qilib, a'zo davlatlarning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi sababli uning ko'rsatgan nomzodini saylamaslikka chaqirgan. Yig'inda Xitoy vakili Amerika tarafining fikriga norozilik bildirgan. Mazkur munbarning 7-may kuni o'tkazilgan a'zolarini to'liqlab saylash yig'inida Amerika vakili Courtney Nemov so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi uning nomzodining a'zolikqa saylanishida o'lcham qilinishi, a'zo davlatlarning buni esida saqlash kerakligini bildirgan. Courtney Nemov mundaq degan: Amerika Xitoyning Xinjiang rayonida 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlarni xohlagancha tutqun qilinishi, majburiy emgak silinishi, tan jazosiga uchrashi va o'limidan qattiq jiddiylashmoqda. Xinjiangda yuz berayotgan qabohat yerlik xalqlar munbirining yerlik xalqlarning haq-huquqini qo'g'dash, ularning madaniyatiga hurmat qilish to'g'risidagi nizomlarga sig'maydi. Bu qabohatga xotim berilish kerak. Biz a'zo davlatlarni bundaq bir muhim munbarda buni esda tutishga chaqiramiz degan. Courtney Nemov yig'inda yana Xitoyning yerlik millatlar munbiriga ko'rsatgan nomzodi mazkur o'rinning a'zolar mustaqil va tarafsiz bo'lish degan prinsipiga tushmaydiganligini bildirgan. Uning ilgari surishicha, Xitoy vakillar o'miki va Xitoy taraf mustaqil mutaxassis deb nomzodlik ko'rsatgan Jang Xiaoan mazkur munbarning yig'inlarida Uyg'ur faoliyatchilariga ig'vogarchilik paydo qilgan. Courtney Nemov mundaq deydi: Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yerlik xalqlar munbirining a'zolarini saylashga tayyorlik qilayotgan bir vaqtda Amerika Xitoy vakillar o'miki va Xitoy mustaqil mutaxassis deb nomzodlik ko'rsatgan Jang Xiaoanning nomuvofiq harakatlarda bo'lganligiga qarata jiddiy andishini ifodalaydi. Yerlik xalqlar munbirining o'tgan hafta chaqirilgan 2019 nomerli yig'inida Xitoy taraf va Jang Xiaoan keng hurmatga ega kishilik huquq faoliyatchisiga ig'vogarchilik paydo qilib, Uyg'ur jamiyatlarining vakilining ovozini bo'g'ishga urindi. Bu xil qo'pol xarakter Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasida ta'kidlangan prinsiplarga, kishilik huquqqa va tub erkinlikka hurmat qilishga muxolifdir degan. Bu Amerika bilan Xitoyning Uyg'ur masalasi sababli yaqinqi bir hafta ichida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ikkinchi qatim to'qinishidir. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi birinchi qatimliq to'qinish 1-may kuni yuz bergan. Amerika qarshi turgan bo'lsa-mu, lekin yig'inda yana Xitoyning nomzodi yerlik millatlar munbirining a'zoligiga saylangan. 2019 yılı 5. ayının 12. günü Büyük Britaniyaning davlat gazeti deb atilgan Telegraf kundalik gazetining Beijingda turishliq muxbiri Suf Ayan Beijingdan mazkur gazetining yakshanba kunlik sonining 13-beti Dunyo xabarlari sahifasiga tuvandikidek temada mazkur gazetda kam uchraydigan bir parcha xabar e'lon qildi. Beijing 2 yil burun mening onamga telefon qilishimni chekladi. Gerçi bu gezining oldingi qabatlari Britaniya shahzodasi Harry bilan Malika Meghanning bir o'g'il farzandlik bo'lganligiga bag'ishlangan alohida xabar va rasmlar bilan to'lgan bo'lsa-mu, 30 betlik bu gezining 13-betiga muxbirning Aziz Aysa Alkun bilan ilib borgan suhbati besilgan bo'lib, Britaniya fuqarosi Aziz Aysa Alkun Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy osmonasiya qilish uchun milliondan ortiq Uyg'urlarni jazo lagerlariga solganligini, jumladan 2 yildan buyon yolg'iz onasi bilan aloqalashamaganligini, 2017 yılı atысы ölüp ketkende baranmağanlık ahvalları, hem Xitoyning Uyg'urlar qarata yurgizayotgan irqiy, diniy va madaniy qirg'inchiliklar qatorliq jinoiy qilmishlarini bayon qilingan bo'lib, Britaniya hukumatidan onasining izdirikini qilishga yordam qilishini talab qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar yurgizayotgan irqiy jinoyatlarga sukut turmaslikqa, aqallisi Britaniya hukumatining o'z fuqarolarining oila tavobatlari huquqini qo'g'dashda qilishga tegishli mas'uliyatlarini ado qilishga chaqiriq qilingan. Muxbir yana Xitoyning Tashqi ishlar ministrligi fax orqali yozma shaklda Aziz Aysa Alkunning onasi haqida javob berishni talab qilib xat yo'llagan. Yana o'xshash bir vaqtda mazkur Telegraf xabar agentligining rasmiy tor sahifasida Britaniyalik Uyg'ur Buyuk Britaniya hukumatidan Sharq Turkistonda g'oyib bo'lgan oilasini izlashga yordam qilishga chaqirdi sarlavhalik tafsiliy xabar berilgan. Bu bir shaxs tarafidan Buyuk Britaniya davlatlik matbuotida berilgan Uyg'ur kirsisiga oid tunji xabar bo'lib hisoblanadi.
Telegraf gündəlik gazeti Büyük Britaniyaning hokimiyat beshidagi konservativlar partiyasiga moyil Aqso'ngaklar gazeti hisoblanadigan bo'lib, mazkur gazet 1866-yildan boshlab nashr qilingan. Britaniya va dunyoga mashhur gazetlarning biridir. 11 may kechda 3 nafar qurolli kishi Pokistonning janubidagi Gwadar portiga joylashgan Xitoy solgan 5 yulduzliq mehmon saroyga ushtumtut hujum qilib, bir nafar amalli qo'g'dug'uchisi va bir nafar hujumchi qazo qilgan. Hujumga uchirgan 5 yulduzliq Marvoyat cho'ng quruqlik mehmonxonasi yerlik amaldorlar va chet ellik sayohatchilar doim kelib turadigan mehmonxona ekan. Gwadar porti joylashgan Balujistondagi qurolli kuch Balujiston ozodlik armiyasi bu harakatga mas'ul ekanligini bildirib, Twitter hisobida Xitoy va boshqa davlat mablag'chilariga hujum qiladiganligini bildirgan. Balujiston ozodlik armiyasi yerlikdagi Xitoy qurilishlarining yerliklarga ancha foydasi tegmaganligini, o'tgan yil noyabrda Karachidagi Xitoy konsulxonasi qilingan hujumga ular ega ekanligini oshkorlagan. Balujiston Pokistonning g'arbiy janubiga joylashgan nomrod o'lka bo'lib, Baluchlar Pokistondagi 4 cho'ng millatning biri hisoblanadi. Balujiston Afg'oniston, Eron bilan chegirdosh. Paris dengiz qo'ltiqi bilan dengizga qaraydigan Gwadar porti bo'lsa, Xitoy Ipak yo'li strategiyasidagi eng muhim halqa bo'lib, Balujiston milliy ozodlik armiyasining hujumlari Xitoy va Pokistonni sarosima qilmoqda. Xitoyning buni bahona qilib, Pokistonda qurilish va savdogarlarni qo'g'dash bahonasida qurolli qism turg'izishi mumkin deb faraz qilinmoqda. Indoneziyada har yil Ramazon oyida maxsus tarqatilgan qo'shimcha maosh xodimlarning oilalarini shodlikqa cho'mdirmoqda. Indoneziyada oila birligiga ahamiyat beriladigan va eng uzun ta'til mazgili hisoblanadigan Ro'za Hayitda barliq xodimlarning hayitlik faoliyatlariga hassa qo'shish maqsadida bir maosh qo'shib beriladi ekan. Xodimlar Ro'za Hayitdan ilgari yurtlarga berish xarajatlari va hadiya sotib olish ishlarida qulaylik yaratib berayotgan qo'shimcha hayitlik maoshni har yili hayajon bilan kutadi ekan. Ramazon oyi uchun diniy bayram maosh sifatida yillik 13-maosh barliq shirkatlar xodimlarga majburiy o'taydi. Ro'za Hayit an'analaridan birisiga aylangan va yerlik tilda modik deb atalgan uyga qaytish safari jarayonida aeroplan, poyezd va avtobus biletlari burilib tugab ketishdan boshqa yana cho'ng qatnash yo'llaridami kilometrlargacha uzun avtomobil uchratlari shakllanadi. Indoneziya 260 millionlik nufusi bilan dunyo bo'yicha nufus eng ko'p musulmon davlat hisoblanadi. Indoneziya nufusining 87% musulmon, 10% xristian, 1.7% hindu ve 1.3% başka dinlarga mansub kishilardan tarkib topadi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.